Sanok Uz kanalining qadrli a'zolari, bugun sizlarga 2026-yilda ikki xil granulyatorlarimizni narxlari bilan birma-bir xarakteristikalarini ham tanishib chiqamiz. Video boshidan videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz birinchi o'rinda eski ko'k modellarimizni tanishtirishni boshlaymiz. Bularni bizda eslatib o'tamiz. 3 kilovatli, 4, 4,5 hamda 11 kilovatli variantlari bizda hozir mavjud. Eng kichkina 3 kilovatlisi ikkita rolili bo'ladi. Bularni hammasini mana matrisalarini razmeri zavodskiy 3 li bo'ladi. Hammasi 3 qo'yilgan. Bu 3 kilovatli ikkita rolili granulyatorimiz soatiga 70-80 kiloga mo'ljallangan. Bunimizning narxlari $390, 224 ta ishlaydi bularimiz. Bunimizning motorida ikki xil motor bo'ladi. Tokni ko'rsatadigan hamda ko'rsatmaydigan varianti. 3 kilovatligimiz tokni ko'rsatmaydi, lekin 220 ga ishlaydi. Buni ko'rishingiz mumkin. Keyingi 4 kilovatli granulyatorimiz. Bunimiz motorlar 3 ko'rsatadi. Bunimiz 3 ta rolili, men ko'rishlarim 3 ta rolli. Motorlar 4 kilovat, 224 ta ishlaydi. Motorlar 100% mis motordan iborat. Bunimiz gabariti 3 kilovatga nisbatan ozgina raznica qiladi, kattaroq. Bunimiz narxi bo'lsa $440 qilib beramiz. Hamda 4,5 kilovatlisi, bu 4,5 kilovat 4 ta rolili. Ko'rishingiz mumkin. 4 ta rolli bo'ladi. Motorlar 4,5 kilovat. Bunimiz ham motorlar tokimizni ko'rsatib turadi. Tokingiz necha kilo ekanini ko'rsatib turadi mana. Bunimiz soatiga 100 kilodan 170 kilogacha mo'ljallangan. Nima chiqarishiga qarab, bunimiz narxi $490 qilib beramiz. Bularimizga yog'lari keladigan bo'lsa, bunimizga обязательно yog' quyiladi. Yog'ini bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyida boltni bo'shatsanglar, bu yerdan yog' quyiladi. Yog'lar quyiladi. Bu joydan yog'imiz qayerga yetganini ko'rsa bo'ladi. Bu joydan yog'i ko'rinsa, o'sha bu yog'i to'ldi degani. Yog'i mabodo ko'payib ketsa, bu joydan chiqarib yuboramiz. Bu joyni bo'shatsak, yog'i chiqib ketadi. Ortiqcha yog'ni chiqarib olsak bo'ladi. Bu hammamiz shunaqa mexanizmda. Endi xuddi shularning eng kattasi 11 kilovatlisi. Bizda ichida bor. Bunimiz 3 faza aytgancha, bularimiz hammasi 220 ga ishlaydi. 3, 4, 4,5 kilovatlar 220, 11 kilovatlisi bor. Bunimiz 3 fazaga ishlaydi. Bunimizning obyomi 300 kilodan 400 kilogacha ob'yom chiqarib bera oladi. Bularimiz matrisalarini razmerlari o'sha zavodskiy 3 bo'ladi, 3 mm, 3 ta rolli bo'ladi bunimiz narxi $1200 qilib beramiz. Aytib o'tamiz, bu granulyatorlarimizni matrisani har xil mahsulotga chiqarishingiz mumkin. Masalan, baliqga bo'lsa kichikroq, molga kattaroq ishlatasizlar. O'shuning uchun bizda har xil razmerda matrisalarimiz ham sotuvda bor. Bunaqa rollilarimiz ham sotuvda alohida bor. Matrisalarning любой razmerda hozir bizda nalicha bor, mabodo yo'q bo'lsa ham zakaz bo'yicha bersanglar, yuklarni qo'shtirib olib keltirib berishimiz mumkin xohlagan razmerlaringda. Bularimiz eng kichkinasi razmeri 2 li, eng kattasi 8 li razmerda bo'ladi. Endi men sizlarga 2025 yangi model granulyatorlarimizni ko'rsatib o'taman. Buni farqini ko'ryapsizlar. O'sha buni ikkalasini farqi nimada desalaring, ko'kka qaraganda sariq granulyatorlarimiz materiallari qalinroq, hamda kilovatga qaraganda ob'yomi kattaroq bo'ladi, hamda sifati ham shunga yarasha. Narxida ham sariq granulyatorlarimiz ozgina raznica qiladi narxlarida. Bularimiz eng kichkinasi 4,5 kilovatli bo'ladi. 4 kilovatli bo'ladi. 4 kilovatli. Bunimiz ham tokimizni ko'rsatib turadi. Bunimiz 3 ta rolli. Bunimiz narxini $450 qilib beramiz. 4 kilovatli. Bunimiz 5,5 kilo. Bunimiz ob'yomiga keladigan bo'lsa, bunimiz 100 kilodan 150 kilogacha nima chiqarishiga qarab chiqarib bera oladi. Endi bunimiz 5,5 kilovatli bo'ladi. Bunimiz ham 3 ta rolli. Bu ham 2025 model. Bu 5 kilovatli 2025 model granulyatorimiz narxini $500 qilib beramiz. Hamda 22 kilovatli, hozir shular ichida eng kattasi hisoblangan 22 kilovatli granulyator. Bunimiz 3 fazada ishlaydi. Motorni ham ko'rishingiz mumkin. Motori ham
ancha mощности kuchliroq. Bunimizni объемlari 800 kilodan 900 kilogacha объем chiqarib bera oladi. Bunimiz narxini bo'lsa 1750 dollar qilib beramiz. Bu granulyatorlarimizni xudo xolasa narxlarini iloji boricha telefon qilsalaring, ko'p emas, ozgina o'tadigan joylari bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'tib beramiz. Joyimiz manzil Farg'ona shahar sentri, Polsha bozorining oldida. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Farg'ona, Marg'ilon shahari ichi bepul, qolgan joylarga dastavka alohida bo'ladi. Kimga narxlar ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz bundan keyin xudo xolasa bunaqa hidrobikalarimizni ham video qilib chiqamiz. Shu granulyatorlarimizga kerak bo'ladigan. Aytib o'tganimizdek videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.